kishilar asli nachar emas. Hamma odamda mehr muhabbat bor, urug' tuqqanlarga nisbatan. Lekin shu kang qo'saq bo'lish uchun, yordam qilish uchun pul bo'lsa bo'ladi. Undan boshqa shu nazar doirasi yuqori bo'lish jihatda. Mandaq bir gap bor, pul va odamlar tabiiy aqlli bo'lib ketadi deb. Bu gapning haqiqatan asosi bor. Men nurg'un odamni ko'rgan, bilim saviyasi ancha bakmo emas, lekin puli ko'p bo'lsa, ko'rgan shahri cho'ng bo'lsa, chiqishlarni ko'rgan bo'lsa, odam puli ko'p holatdagi ma'lum bir masalaga bo'lgan ko'z qarashi o'xshamaydi ekanda. Puli ko'p odam nisbatan shu masalani texmo to'g'riroq, yuqori nuqtadan o'ylay oladi ekan. Bu hatto bilim bilanmi azroq munosabatsiz ekan. Shunga puli ko'p odam aqlli bo'lib ketadi deganning haqiqatan ma'lum asosi bor. Undan boshqa odamning atrofidagi sharoit, muhitmi odamga bak ta'sir qiladi. Masalan, o'rni yuqori odamlarningki xarakterimi nisbatan yaxshi bo'ldi. Nemishqa deganda, ular issiq ishxonalarda, salqin ishxonalarda o'ltirgandan keyin, jamiyatning eng jafoliq yerlariga bormagandan keyin, albatta ularning kayfiyatimi, muomalasimi yaxshi bo'lganda. Hamda tövəndə birinci səbdə işləvatqan, nəhayət jafoliq, nachar sharoitda ishlayotgan odamning tabiiy holda uning xarakterimi, uning mijozimi yaxshi bo'lib qolmaydi. Odam degan shu sharoitning ta'siriga uchraydigan narsa. Shunga odam qanchalik namrat bo'lsa, sharoit qanchalik jafoliq bo'lsa, o'zi ig'ir bosiq bo'laman deb yoki kang qo'saq bo'laman deb yoki tamkin bo'laman debmi bo'lib qolmaydi. Bundaq sharoitning nacharligi yoki namratligi odamni tabiiy holda boy degandek aldiraqsan, ochiqlanadigan yoki ko'z oldini o'ylaydigan mushundaq kamchiliklarni cho'ngaytib qo'ydi. Albatta, yana bir qism odamlar bor, o'zi nachar sharoitda turibmi, o'zininki esil fazilatini saqlab tura oladigan odamlar bor. Bular yo'q emas. Ammo mening deganim umumiy statistika nuqtasini aytgan chaqda bundaq odamlar yana oz bo'ladi.